Hi everyone, welcome to our speaking part. Today's topic is related to shopping. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xarid qilishni o'rganamiz. Keling, shopping, ya'ni xarid qilishga doir bo'lgan so'zlar bilan tanishib olamiz. Buy, sotib olmoq. Shopping mall, savdo markazi. In cash, naqd pulda. Shop, do'kon. Buy card, karta orqali. Shopaholic, shopping qilishni juda ham yaxshi ko'radigan odam. On sale, chegirmada. For sale, sotuvda. Window shopping, do'konda hech narsa olmasdan shunchaki aylanish. Sell, sotmoq. Receipt, chek. So'zlarni yana bir takrorlab olamiz. Buy, sotib olmoq. Shopping mall, savdo markazi. In cash, naqd pulda. Shop, do'kon. Buy card, karta orqali. Shopaholic, shopaholic. On sale, chegirmada. For sale, sotuvda. Window shopping, do'konda hech narsa olmasdan aylanish. Sell, sotmoq. Receipt, chek. Yana bizga kerak bo'ladigan so'zlar: pay, to'lamoq. Expensive, qimmat. Changing room, kiyinish xonasi. Cash desk, kassa. Try on, kiyib ko'rmoq. Cheap, arzon. Purchase, xarid qilmoq. Queue up, navbatda turmoq. So'zlarni takrorlab o'taman. Pay, to'lamoq. Expensive, qimmat. Changing room, kiyinish xonasi. Cash desk, kassa. Try on, kiyib ko'rmoq. Cheap, arzon. Purchase, xarid qilmoq. Queue up, navbatda turmoq. Keling endi shop types, ya'ni do'kon turlari haqida gaplashamiz. Supermarket, supermarket. Shopping mall, savdo markazi. Gift shop, sovg'a do'koni. Car shop, avtosalon. Book shop, kitob do'koni. Keling so'zlarni birgalikda takrorlab olamiz. Supermarket, supermarket. Shopping mall, savdo markazi. Gift shop, sovg'a do'koni. Car shop, avtosalon. Book shop, kitob do'koni. Yana so'zlarni o'rganishda davom etamiz. Dairy, sut mahsulotlari. Grocery store, oziq-ovqat do'koni. Electrical products shop, elektr jihozlari do'koni. Pharmacy, apteka. Toy shop, o'yinchoqlar do'koni. Market, bozor. Keling so'zlarni birgalikda takrorlab olamiz. Dairy, sut mahsulotlari. Grocery store, oziq-ovqat do'koni. Electrical products shop, elektr jihozlari do'koni. Pharmacy, dorixona. Toy shop, o'yinchoqlar do'koni. Market, bozor. Endi esa siz bilan shopping, ya'ni xarid qilishda beriladigan savollarni inglizchada qanday aytilishini o'rganib olamiz. Agar sotuvchi sizdan sizga yordam kerakmi deb so'rasa, can I help you savolini beradi. Ya'ni can I help you, sizga yordam kerakmi? Agar siz kiyimni kiyib ko'rsam maylimi deb so'ramoqchi bo'lsangiz, can I try it on savolidan foydalanasiz. Takrorlayman, can I try it on? Sotuvchi sizdan sizga paket kerakmi deb so'rasa, would you like a bag savolini beradi. Ya'ni would you like a bag, sizga paket kerakmi? Narxni so'rashda esa how much is it so'rog'idan foydalaniladi. How much is it? Narxi qancha? Yana biror narsa kerakmi savoli anything else birikmasidan foydalanib ifodalanadi. Anything else, yana biror bir narsa kerakmi? Agar siz men buni olaman deb aytmoqchi bo'lsangiz, I'll take it birikmasidan foydalanasiz. Takrorlayman, I'll take it, men buni olaman. Agar biror bir narsani izlayotganligingizni ifodalamoqchi bo'lsangiz, looking for birikmasidan foydalanasiz. Men futbolka izlayapman gapi ingliz tilida I'm looking for a t-shirt ko'rinishda tarjima qilinadi. Takrorlayman, I'm looking for a t-shirt. Agar biror bir narsaning torligini ifodalamoqchi bo'lsangiz, tie so'zidan foydalanasiz. It's too tight, is there a bigger size? Bu juda ham tor, sizda kattaroq razmeri bormi? Agar do'kon qayerda deb so'ramoqchi bo'lsangiz, where is the shop birikmasidan foydalanasiz. Where is the shop? Do'kon qayerda? U o'ng tarafda yoki chap tarafda birikmasi esa inglizchada it's on the right or it's on the left ko'rinishda aytiladi.
To'lov qilayotganingizda agar karta orqali to'lamoqchi bo'lsangiz, karta kodini kiriting so'zi enter your PIN ko'rinishda aytiladi. Enter your PIN, karta kodini kiriting. Mana marhamat birikmasi esa inglizchada here you are holatida aytiladi. Here you are, mana marhamat. Kartangizni oling, remove your card. Kartangizni oling deb inglizchada aytmoqchi bo'lsangiz, remove your card birikmasidan foydalanasiz. Mana bugun sizlar bilan shopping, ya'ni xarid qilish mavzusiga oid bo'lgan so'zlarni va savollarni o'rganib oldik. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.